Obunachilar manga chiqadi. Hop, men birinchi mana 50 yorkini totdim. 75. 50 york bismillahirrohmanirrohim. Mana o'zimniki. Obunachilar bu davring endi mana nomni aralashtirib bering ha. Ketdi mana. Do'stimiz o'sha mana sho'rvani bostiribdilar. Qalay ekan, yaxshi ekanmi? Gap yo'q. O'zi ham butun go'shtmi deyman? Ko'pchilikni nima qildirib oldingiz? Hurmatli obunachilar, barchalarga assalomu alaykum. Bu yerda yig'ilgan hamma mana sinfdoshlarimiz, yana bir sinfdoshlarimizdan biri keldi. İsimlari Tursunali. Qirg'iziston Federatsiyasida ishlab keldilar. Bu yerda yig'ilishimizdan maqsad bugun mana cho'rni kassa, kimdir boy bo'ladigan kun. Bu do'stimiz o'tgan safar boy bo'lganlar. Endi mana bugun kimdir boy bo'ladigan kun. Ozgina daqiqalardan keyin albatta ko'rsatamiz va yana qo'shimcha sinfdoshlarimiz bor. Bu hammasi emas. Hozir paytda mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kishi yig'ilimiz. Aslida opsi 20 kishi bormiz. Plus minus. Do'stim ovqatlanavering, bemalol. Siz nima yeysiz va do'stim? Nima yeysiz? Nima aytgaysiz-la? Kim? Mana topshirdi. Hop, ana topshirildi. Kassa уже yig'ilibdi. Ovqat yesammi? Oshna biz ashibida shashlik Nima yeysan? Har safar kelaylik o'sha aytardik. Bugun hamma o'z-o'ziga. bitta qiyini bitta to'rg'an. Undan keyin abdem. Mana. Yo. Bilasizlar, birozdan keyin avjiga chiqqanda davom ettiramiz. To'g'rimi do'stim? Bugun endi nima deb o'ylaysiz? Bugun endi kimga chiqadi? Omadiborga chiqadi. Omadiborga. Gap to'g'ri. Birinchi bu do'stimiz shu o'tkazib olganlar. Endi bu ikkinchisi. Ikkinchisi sal qiziqroq bo'ladi. 2 3 4 5 o'zi sekin yarmi o'tgandan keyin o'zi boshidagi qiziqish Xudo xolasa o'sha oxirrog'ida ham mana shu turganlarni olasiz. Albatta. Bu narsa nima uchun olinyapti? Bu nima uchun olinyapti? Bu esdalik bo'lib qolish uchun olinyapti. Mana eng kichigi ham kelibdi mana. Qalaysan? Siz o'misan? Rahmat. Assalomu alaykum. Nima sizni ko'pchilik kuzatibdi. Qanday gapir? Assalomu alaykum. Isming nima? Sanga nima? Ismini ham aytib qo'ydi. Ha? Nur Muhammadjon. Mansurbek o'z YouTube kanalidan ko'rasiz do'stim. Mana o'zi men latodan o'zi aralashtiramiz. Shuning ichidan qanaqa tortilsa, shuning ichidan bo'ladi. Bir kishi bor ekan. Yo'q, insonlar oldi hamma kiyib olsin, keyin ko'taramiz. Latoning ichida bitta go'sht bor. Sal mashina o'ching do'stim. Oldi mashina. Hammasini kirib qo'yib oladi. Bitta. So'kilib ketdimi? Yo'q, sanab qo'ya. Latoni. Bu hammasi realniy narsalar mana. Yo'q bo'ldi. Haqiqiy loto. 5 10 15 Hop 90 ta chiqish kerak. 90 ta bo'ladi. Eng katta son kimniki bo'lsa totib ketadi. 20 Ha. Hop. 25 Hop, mana 30. Qaysi biridan? 30mi? O'linglar ana shashing. Jiyan shashiysan. O, to'rganchisini olasizmi? Yomonsiz. Mana, o dema ham keldi. Mana do'stimiz. O'zi ancha ko'payishib qoldik. Mana shuncha bor ekanmiz. Bor ekanmiz shuncha. Mana davramiz anchagina to'lib qoldi. Ba'da Islombek do'stimiz. 5 İslam'ı da açılar yok ki alıyor.
Bu yerda etdan quloqma chiqasa, o'g'lim. Mana o'zini yeysan. Qiymasini olsinmi? Pul kelibdi yo'lda. Biz qilib qo'yaman, lekin chiqsa to'g'ri o'ziga beramiz. Agar yo'q desa, libo bitani olaverasizlar. Mobo dosiga. Yo, chiqsa o'ziga beriladi. Ha, mobo dosiga, ya'ni. Xullas, men lato mana bir qator aylanadi o'tgan safar olganliklar uchun. Nima farqi bor? O'ng tomondan ketayring do'stim. Nima bo'pti? Men u yarim yo'ldan bir kishi uchun, ikki kishi uchun olaman. Fahriddin kimligini topdasiz? Obunachilar manga chiqadi. Men to'xtaman. Kimligini topdasiz? Mahmudnikini to'xtaman, To'g'rinikini to'xtaman, Xo'jinikini, Uzumnikini. Ma birinchi To'g'rinikini to'xtaman. Bo'ldi. Aytib qo'yingchiligini. Mana To'g'ri. 66 bitta Hojimnikini to'xtaman. Hojimnikini. 24 yo'q, aylan endi. Hojim. Xo'p, men birinchi mana Elyorikini topdim. 75. Elyorik 75. Sog' bo'lasizlar. Elyoriki. Endi bitta Fahriddinnikini toptaman. Mana Fahriddin. 12 ekan Fahriddinniki. Yana ikkita to'xtaman men. Yo, to'xta. Bismillahirrohmanirrohim. Mana o'zimniki. Obunachilar bu davring endi mana nomni aralashtirib yuboring, ha. 74. Elyor katta ekana o'zalmada. 74 bilan 75. Aqa. Kigi to'xtaman. Yo'q, Elyorikini. Bu yoq qizi ketyapti obunachilar. Kattasi o'zi. Judayam. 90. Elyor 75. Bitti. Nechika? Kattasi ham 78. Yo'q. 75 kat boshlar. hech kim qolmadimi? Barom ham bor hali. Yeli barom totishi bu. 77. Necha? 77. Bahrom. Tabriklar. Islom. Qani? O'zimniki. Yigirma. Ya endi anini urib qo'ymay yig'laydi. Bitta ketdi mana. Mahmudniki. Islom ketdi. Islom menga berib qo'ya qolsangiz, siz zo'rilmas-ku. Berib qo'ya qol. Gap yo'q. Xafa bo'ladi. Yo'q, bu yerda mana haqqoniy bo'ldi. Islom bekorga oxiri mana turmagan ekan bu bola. Oldi hammanikini bilib olar, keyin men uni uraman deb. 77 bilan yutib ketding, ha? Keyingi safarda aytasizlar totdi beraman. Men endi Elyor yutadi degandem, bu yutib ketib qoldi. Bu attiki oshna manga chiqsa yaxshi bo'lardi, niyat qildi. O'ziga chiqdi. Yo, bu yerda hamma niyat qilyotdi. Lekin bu oxirida turib yutib ketdi, mayli. Nima bo'lganda ham yaxshilikka buyursin. Qaraysiz nima? Bu yer oshxona. Apparat ko'p bo'yini ichiga yo'qolmas. Ularsa yaxshilikka buyursin Islombek. Yaxshilikka ishlab, zo'r bo'ldi. Keyin mana videodagi gaplashamiz. Bir-birimizga surishib olamiz. Allohu akbar. Bugungi kassamiz tugadi.
judayam zo'r bo'ldi. Hammasini bu evlab ketdi mana. Kassa to'ldi, cho'nta to'ldi, ketdi. Hamma kassa o'ynagan kelgan. Bugun 10-chi, 15-chi, 5-chi, 1-chislo kunlari. Shuncha mana do'stlarimiz bor ekan. Mana Ilhom to'y. Sog' bo'linglar. Kichkintoy yana ketdi. Bu ham cho'rni kassa qo'shilgan a? Ha, ikkita beribgan bu. Mayli, sog' bo'linglar obunachilar. Yaxshilik kunlarda ko'rishguncha.